Savolni o'qib eshittiraman. Mol nisbati 1:1 bo'lgan misk sulfat N molekula suv va misk sulfat M molekula suv tarkibli 41 gramm aralashma 100 gramm 41,6% bariy xlorid eritmasiga qo'shilganda 94,4 gramm eritma olindi. Endi bizga aytyaptiki 100 gramm eritmaga deyapti. 41 gramm kristal gidratlar aralashmasi qo'shilganda o'zi aslida 141 gramm eritma olish kerak. Lekin ular aytyaptiki 141 gramm eritma emas, 94,4 gramm eritma olindi. Hop, qolgan 46,6 gramm massa nima bo'lsa, bu bariy sulfatning cho'kmaga tushishi hisobiga eritma massasi kamaygan reaksiya jarayonida. Demak, 1 mol misk sulfat bilan o'zaro bariy xlorid ta'sirlashib 233 gramm bariy sulfat cho'kmasini hosil qiladi. Bizga esa 46,6 gramm berilgan bo'lsa, demak, topsak 0,2 mol misk sulfat ta'sirlashgani kelib chiqadi. Ko'porog'imizda 1:1 mol nisbatda berilgan, ya'ni 0,2 mol misk ko'porog'isiga proporsiya orqali aniqlasak 0,2 mol suv to'g'ri keladi. Ana endi 1 mol misk sulfatimning massasi 160 gramm tashkil qiladi. Bizda esa 0,2 mol deyilgan. Topsak 32 gramm misk sulfat mavjud. 41 gramm aralashmani tarkibidagi 32 gramm misk sulfatni ayirib tashlasak 9 gramm suvga qoladi. Ana endi 9 gramm 1 mol suvim 18 gramm 9 gramm suvim nech mol desa 0,5 molga kelib chiqadi. Demak, 0,2 mol ko'porog'i tarkibida 0,5 mol suv bo'lsa, ya'ni N bilan M ning yig'indisi bo'lsa, bizda 2 mol bo'ladi, chunki 1:1 mol nisbatda bo'lsa. 2 mol aralashmamda qanchasi? 5 mol. Bu degani M va N ning yig'indisi 5 ligiga kelib chiqadi. To'g'ri javob B.